Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Sizlar bilan bugun biz MacBook'lar ko'rib chiqamiz. Faqat yangi MacBook'lar ko'rib chiqamiz. Narxlari juda ham videoni oxirigacha kuzatib tursanglar, sezasizlar, narxlar juda ham chiroyli narxda beramiz. Mana bir boshladik. MacBook M2 Air yangi pakovka plomba. Buni eski narxi $1050 bo'lgan. Hozirgi narxi $1000 qilib qo'ydik sizlar uchun. Obunachilarimiz uchun. Telegram, YouTube, Instagram obunachilarimiz uchun. Bularni hozir aksiya ketyapti. Yangi MacBooklarga aksiya ketyapti. Telegram kanalimizga o'tsanglar, Instagram kanaliga o'tsanglar, ma'lumotlar berib boramiz. Ayniqsa Telegram kanaliga o'tsanglar, har kunlik MacBooklar chiqib boradi. MacBook M2 8 ga 512, 13.6 dyuymda. Yana eslatib o'tamiz, $1000 qilib qo'yganmiz sizlar uchun. Kelsanglar bonuslari bor o'zini. Keyingi modelimiz ham MacBook M2 Air, faqat dyum kattaroq bo'lsin degan obunachilar uchun mana dyum kattaroq, shu 15 inchda 15 dyumli MacBook M2 Air 8 ga 512 bu ham. Razmerda farq bo'ladi, narxida ham farq bo'ladi. Aslida $100, $100 oshiq farq bo'ladi. Dyumini o'ziga o'zgarganiga. Bu ham 8 ga 512, bu ham 8 ga 512. Lekin bizda narxi unaqa katta o'ynamagan, $70 farqiga olsanglar bo'ladi. Masalan, $1000 bo'lsa, $1070 ga katta inchligini olib ketsanglar bo'ladi. Bemalol ishinglarga trading, yengil montaj, Photoshop bemalol o'sha ofislariga foydalansanglar bo'ladi bemalol bilan. MacBook Air M3 M2 dan keyin M3 8 ga 256. Bu narxi eski narxi 1150 da chiqqan. Space Gray rangda 15 inchda bu ham plomba, mutlaqo plomba yangi 1 yil garantiyalari bilan qilib beramiz. Dastlabki xizmatlarimiz ham bor. Butun O'zbekiston bo'ylab, viloyatlar bo'ylab dastlabki mutlaqo tekin. Bemalol xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Yana bitta asosiy narsa, ko'pchilikda ishonch yo'q. Ishonchi bo'lmaydi. Qanaqa buni pulini to'lab qilsam ertaga keladimi, kelmaydimi degan narsa bo'ladi. Bizda o'sha narsaga yechim bor. MacBook, ya'ni o'sha viloyatlarga dastlabki qilib berganimizdan keyin pulni berasizlar. Ungacha oldindan to'lov yo'q. Oldindan to'lov qanaqa bo'ladi? 100 ming so'm, 200 ming so'm zaklar hisobida. Masalan, fikringiz o'zgarib qolsa, yetib borgandan keyin qaytib kelishi, rasxodini xatab qoplash uchun 100 ming so'm zaklat olamiz. Ishonch uchun videomizda bitta arzon PlayStation bo'lsa, PlayStation, MacBook bo'lsa, MacBook qo'yib boramiz degan edik. Va'daga muvofiq mana sizlar uchun PlayStation 4 Slim modeli qorasidan ancha arzon narxda. Avvalgi videolarimizda aytib o'tganmiz, yana aytib o'tamiz, eslatib o'tamiz. Yangi obunachilarimiz uchun balki xabari bo'lmasligi mumkin. Ular uchun aytib o'tamiz. Har bir videoda bitta jek narxi juda ham arzon narxda. Nimadir aybi bo'lganligi uchun emas, sizlar obunachilar uchun arzon, qulay bo'lsin, imkoniyat yetmagan imkoniyat yetsin deb juda ham arzon narxda bitta MacBook qo'yib boramiz yoki PlayStationga video olsak, bitta PlayStation, notebook olsak, bitta notebook qo'yib boramiz. Bu M3 8 ga 256 M2 narxda qilib beramiz. Narxini $1050 qilib beramiz. Mana M2 $1070 edi. Undan ham deyarli juda ham past, $1050, $30 past, $20 pastga olib ketsanglar bo'ladi. M2 dan ham arzon M3 olib ketsanglar bo'ladi. Faqat bu skidkamiz shu bir dona modelga amal qiladi. Kim ulgurib qolsa, o'shaniki bo'ladi. Pastda nomerlar ham qoldirib ketamiz. Bemalol telefon qilib, murojaat qilib, dastakka qildirib yoki zalog tashlab o'zingizlarga qilishingiz mumkin. MacBook M3 Air 8 ga 256, 15 inchda. Skidkada bitta dona. Keyingi modelimiz ham MacBook M3 8 ga 512. Xuddi shuni 8 ga 512si Apple M3 15 inchda, bu ham plomba 100% yangi. 1 yil garantiyalarini beramiz. Bemalol olib ketsanglar bo'ladi. Yoki dastlabki qildirsanglar ham bo'ladi. Buning narxini chiroyli qilib sizlar uchun $1300 qilib qo'ydik. 8 ga 512 M3 15 inchda. Bundan tashqari, yangilardan tashqari bu modellarimiz ham bor bu yoqda. Orqamda mana notebooklar, Windows notebooklar ham bor, PlayStationlar ham bor. Bemalol xarid qilishingiz mumkin. Bizdan keyingi modelga o'tib ketadigan bo'lsak, MacBook Pro xolganlar uchun MacBook Pro oxirgi modeli, ya'ni M4 modeli. MacBook Pro M4 modeli 16 ga 512. 16 operativga 512 SSD bilan jihozlangan. Bundan ancha-muncha ishlarini bitirsanglar bo'ladi. Og'ir programma, og'ir montaj bemalol ko'tarib beradi. Chipi ham ancha kuchli. M4 chip. MacBook
M4 chipda, MacBook Pro M4 chipda bo'ladi. 16 ga 512. Buning narxini 1450 dollar qilib qo'ydik. Bozorda bu narx yo'q deyarli. 1450 emas, 1480 gacha sotishyapti. Kelsanglar yana kelishib bonuslarni qilib arzonroq ham qilib beramiz. Undan ham kuchlirog'i shu MacBook Pro, xuddi shuni MacBook Pro M4 chiplini 16 operativligi 1 terabaytligi. Xotirasi balandroq, bundan ham balandroq bo'lsin deganlar uchun mana 16 ga 1 terabaytligi qora rangda bo'ladi. Bu o'sha silver rangda bo'ladi. Rangi ikki xil ikkalasini. Buni narxini 1600 qilib beramiz. Bozorda 1650 gacha sotishyapti. Aytgandek, kelsanglar yana o'ziga yarasha bonuslari bor, yana o'tib beradigan joylari bor. Bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Bular nasiya savdoga chiqmaydi, yangilar chiqmaydi. Bular chiqadi. Bu MacBooklarimiz nasiya savdoga bor, yangi MacBooklarimiz nasiya savdoga chiqmaydi. Endi shuni harakatdamiz. Yangilarni ham nasiya savdoga chiqarishga harakat qilamiz. Yangiliklar bo'lsa, aytib o'tamiz. YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, Telegram, Instagram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar uchun yangiliklarni chiqarishda davom etamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.